Assalomu alaykum. Xorazmlik YouTube kanalımızda obunachilar, aziz do'stlar, bize bugün Cherry avtosalonuna geldik. Bir de ajoyib yangiliklarni qilibdilar ekan. Cherry Tico 2 Pro, ya'ni 2 Pro'ni zo'r narxida oylik to'lovi pashti 1.700 1.800 dan tushadi ekan. Agarda olaman desangizlar, ekranda telefon nomerlarini qo'yamiz. Hozir biza sizlarga Cherry Tico 2 Pro'ni bir qator obzoratib, danishtirib beramiz mashinani. Agarda ma'qul bo'lsa, kelasizlar, ko'rasizlar, haydab ko'rib, shunda test drive bor ekan. Haydab ko'rib, xudo xolasa, to'g'ri shartnomalarni olsangizlar bo'ladi ekan. Aziz do'stlar, bir kunda ishingiz bitadi deydi. Agarda sizda o'zingizda mashin, ya'ni Cobalt'ingiz bor, Gentra'ngiz bor yoki bo'lmasa boshqa mashinalaringiz bo'ladigan bo'lsa, ikkalasida trading xizmatlari ham bor ekan. Xudo xolasa, sizni to'liq ma'lumotlarni menejerning o'zi bilan bir qator danishamiz. Ketdik. Orientirlarni tushuntiramiz aziz do'stlar. Urganchdan kelaverishda kurukni ko'rdingizlar. Birinchi kuruk Xiva kuruk aylanib, yana Xonbozorda aylanib kelaverasiz aziz do'stlar. Razorot etib, Cherry avtosalonimiz yana shu yerda. Kelasizdan o'zingiz yaqqan Cherry Tico 2 Pro deysizmi, 7 Pro deysizmi, 6 Arrizzo deysizmi aziz do'stlar, muammosi yo'q. O'zingiz yaqqan mashinani olaverasizlar. Biz sizlar bilan bugun Cherry Tico 2 Pro'ni obzor etamiz. Kenglar. Gel. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xudo xolasa, hozir bir qator danishtirdik. Video boshida orientirlarni bizlar bugun obzor etib beradigan mashinangizni bir qator tushuntirib, ko'rsatib danishtirib beramiz. Obzor etamiz, xudo xolasa. Havo. Bo'ldi. Shu mashinani bizlar tushuntirib bering. Xalqimiz kelib, ko'rib, tanlab olaversinlar, xudo xolasa. Cherry 2 Pro avtomobilimiz ağa elden görüşlerinden başlayacak olsak, elden görüşü inomarka hesaplanadi. Inomarka o'zining xos tarzda ishlangan. Bu mashinamizning dizayni o'zgacha dizaynga ega. Fara qismidan başlayacak olsak, dixolarimiz ham yonib turadi. Mashin eldan start boshlangandan uje hammasi yonib turadi, LED bilan jihozlangan. Danni bilishisiga kelgan olsak, danni bilishisiga ham LED bilan jihozlangan. Endi diska qismiga keladigan olsak, diskalarimiz 17lik diska bilan jihozlangan. O'zgacha dizaynga ega bo'lgan. Motor kısmımız birlik turbo motor bilan jihozlangan bo'ladi. Bizlere 102 at gücünü beradi. Rasotlarına yer olsak, şehir içinde 5 litr. Neçe beyde sizem, jalla desizem, normal ne desizem 5 litr rasot eder. Yani uzaka Danniye 4,5 litr rasot eder. 4,5 litr Danniye'de. Buna metan propan koyup bo'ladimi? Bo'ladi. 5 yil 150 ming garantiyasi o'zgarmaydi, lekin bu metan propan shart emas ağa. Chunki rasot kam. Ha. İkisi bir bo'ladidan biz. Shuning uchun benzinda harakatlansa bo'ladi. İçinden bir ko'rsating qani, ichga. Sağ ol. Salon kısmına geldiğinde olsak multirol hesaplanır. Rulumuz ponni kızadı. Onun tarafında multimedya başqaruv knopkalar mevcut. Chat tarafda ise başqaruv, yani cruise control mevcut. Bu bizlere bir xil tezlikdə geçişini təminləyib verər. Tablo kısmını görüb ödədən olsak, tablo kısmında köp yine məlumatlarını görüb geçsək olar. Məsələn, dəmlərini, 2 qradusda hər bir balon dəmini. Bu xala antilizdə boğan boladı. Multimedya hem tablo hem Özbek, Rus dili, İngiliz dillərində. Üzrə maslak getirəriz. YouTube'am işim bunda. YouTube'am işi, telefonu daksaz oladı. Android avtoet faydalansaz oladı. Zor. Halkımıza en gereklisi mənimki köp adam Luka kızıqadı. Lukaların mevcut maşindayım. Görüşeceğiz mümkün. Luka ba. Aa. Zor. Metan propan koyup bolsa, lekin şart emas dedi. Indi biz yani halkımız mesela elektromobillere koyuyorlar metallarını. Bunu ham koysa bo'ladi. Xosuna qarab. Dum köpürər onda, metanda. 2 bərabər köpürük. Zor. Bunu neçə sonda özü? Baxası. Baxası 214 milyon 900 ağa. Naliçi oladan olsa 15 milyon fayda bilen xarit etsə bolar. Ha, zor ku fayda. Yəni bir plus tərəfi buna laboyu spiralı bax. Bu spiral kış vaxtında bizə gerek olur. Ayna donmayın. Pul nötken ekan. Mesela karlada aynanı sıyırıp kırçıpır mısın? Hava. Kızı kızıp karnı ertib eden funksiyalarım var. Zor, başı zor ekan. Barlaram var, avtomat boladı. Bu multimedyanın başqa rolları. Bu ise avtoxol. Avtoxol tam köp maşinada yok benimce. Bunun üzerine sevgilini boyunca. Doğru. Bir de telefonum zəret aladı mı? Yok, telefonum zəret çıxıyor. Şöyle koysa boladı. Bir de kondisionerlərimiz var. Eldingisine kızış knopkalar. Kondisionerlə yüzey doğulab geçsiz oladı. Yüz zor ekan, lekin rullaram bir başqaça. Köp adam deşandan qarasa kichkina aktiv maşin türü. Yine görüşünüz mümkün. İçen acayip yine. Arkayın kolay bulup oturasa. Zor. Rullaram çıkıp düşüyor, bemalım doğru mu? Bizde maslap koysaz buladı. Zor. Oturuşan belent oturası degen nispeten legen. Acayip. Monitörlara yine ketti. Monitörlara barkamında oturmuş. Rastroşke aladın bolsa ne iş boladı? Rastroşke en kemin baxası çıkadığın baxası 3 yıla 1 milyon düzden çıkarsak oladı. 1 milyon düzden? Ama. Zor ku. Umman pıl min miydi üstüne? Halal nesiye? Halal nesiye umman pıl min miydi?
Lishniya dokumentlar ham kerakmiydi mashina? Bir Bir pasport bilan, bir pasport bilan chiqarsiz bo'ladi. Geladi, bir pasportni beradi. Eldan necha so'm to'lashi kerak? Eldan endi 70%. Agar 3 yil 1 million dizdan chiqaraman desa, 70%. Lekin 30% ham pul bilan gesam bo'ladi. Ha, 30% to'lasam bo'ladi. Ha, masalan, ko'p odam puli kamroq o'tirib, keyin pulim keladi desa, 30% to'laydi, 1 yil chiqaradi. Keyingi ham pulni ustidan qo'shib, xalosa iladi, xalosa oylik to'lovni kamaytirsa bo'ladi. Yo'q, zo'r ekan, markasini o'tirib ko'rar ekanım. Benet ekan, zo'r ekan. Yangi arkasini ham bir ko'ramiz. Arkasının gengligi ham zo'r. Arkasından sifatli koja bilan jihozlangan bo'ladi. Sirenlar yine polni arkasına yürütülgen aga yine polni otursa bo'ladi. Zo'r. Kojalar ham yaxshi ekan. Endi bagaj qismini ko'rib o'tishar ekan bo'ladi. Baribir bizda bagaj kerak bo'ladi. Eng keragi shu narsa bo'ladi ba'zan. Voy, keng-ku. Kenglik ham zo'r ekan lekin. Hem ixcham bo'ladi, hem keng bo'ladi aga, ko'rishingiz mumkin. Bunga metan propan qo'yishyapti dedik, lekin qo'ysam ba'zi bu hajm o'zgarmaydi uncha. Propan qo'ysa, bu arkasi tena qo'ysa bo'ladi o'xshaydi. Polni yukxona saqlanib qoladi-dan propan qo'ysa. Zo'r. Ajoyib ekan. Arkasında kamerası bo'ladi, sifatli. Yani yaxshi dunuk ko'rsatgan kamerasi. Kamerasi bor. Yana datchiklari bor. Mesela bir yere devam ama nağ olsam yakınlaşsa signal veradi. Monitorda polni görüp bilasiz. Ha, monitorda ko'rib ham bo'ladi. Aynen. Datchiklarda şurada cihazlangan. Zo'r. Ajoyib. Arka diskesi ham bu tormozli bo'ladi. Hammasi 4 balon ham supportli, ya'ni tormoz tutadi 4 Ha, sam. 4 sam. Bunda balonni almashtirish kerakmaydi. O'ziniki yumshoq balon. O'ziniki yumshoq balon bo'ladi. Danlarni o'zingizga moslab, masalan, yuridan yerlarga moslab qo'ysangiz bo'ladi. Lyuki bor. Lyuki bor. Zo'r. Aziz do'stlar, xudo xolasa kelaverasizlar Cherry avtosaloni. Tico 2 Pro deysizmi, 6 Arizo deysizmi, 7 Pro deysizmi, 8 Pro mu? Har xil turdagi mashinalar bor. Siz o'zingizni ko'ngilingizga yoqqan mashinalarni olib kelsangiz bo'ladi. Yana test drive bor edi, Test drive va trading xizmatimiz bor. Masalan, tradingni bir tushuntirib bering. Trading degani bu, masalan, o'zingiz haydab yursiz, bir GM mashinami, liboy boshqa mashina bo'ladi. Shuni ikkalasiz, baho atasiz. Bu qimmat bahoda baholaydilar. Ko'ngilingizga yoqqa, agar ko'ngilingizga yoqsa shuni topshirib, ustidan pul to'lab, halol mashinada kelsangiz bo'ladi. Halol mashina. Balkim deng bo'ladi, bo'lsa. Deng bo'lsa, avval shuni o'zini pulini to'lab ketaverasiz. Zo'r. Shunda sizda bir de faqat rassroshka emas, kredit bor. Hamma narsa bor. Leasing, kredit, ko'pgina narsa. Naqdda foyda bilan ham olib ketsa bo'ladi. Naqdda mashinalarning turiga qarab o'zining foydalari bor. Ma'lum bir summalar foydalari bor. Foyda bilan ham olib ketsa bo'ladi. U vaqtinchalik chegaralangan vaqtlar. Shunga qarab endi odamlar o'zini ko'radi. Zo'r, ajoyib. Bir de shunda har xil turdagi mashinalaringiz bor. Ofisingiz ichidan ish salon avtosalon. Haftamız 7 gün ham ishlaydi og'a. Azon 9dan 7-8 adam. Call centerlarimiz ham bor, ishga turibmiz. Bo'ldi. Aziz do'stlar, ekranda nomerlarni qo'yamiz. Call centerlarni o'zlaringiz nima savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol so'rab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa Cherry avtosalonidan. Hammamizni kutib qolamiz. Kelib, xudo xolasa o'zingizga yoqqan mashina olib ketaverasizlar. Sizlar ham ishlaringiz omad. Salonimizda kutib qolamiz.